Instagramga kirib qolsam, hamma futbolchilar diskani urib salat tayyorlashyapti. Mayli dedim, boshqalar salati bilan band bo'lishsa, men esa sizlarga muhabbat bilan pishgan xonim retseptini olib keldim. Bismillahirrohmanirrohim deb unimizga tuz, suv, tuxum solib, qattiqini xamir qorib olamiz va tindirgani olib qo'yamiz. Nachinkamizga hamma masalliqlarni mayda qilib to'g'rayamiz, faqat ziravorlarni oxirida solamiz. Shunda xonimimiz sochini chiqadi. Tingan xamirimizni tentorga bo'lsak, shunda xamirlarimiz yoyilishga oson bo'ladi va qulay. Endi tayyor bo'lgan masallig'imizga yog' va hamma tabga ko'ra ziravorlarimizni solib, aralashtirib qo'yamiz. Yupqa yoyilgan xamirimizga yog'imizni quyib, bir tekisda surkab chiqamiz. Ketidan nachinkamizni solib, yoyib uni ham videoda ko'rgandek shuni qovurib chiqamiz. Endi mantiq qozonimizga qo'yib, baland olovda 45 minutda pishirib olamiz. Xonimimiz tayyor bo'lguncha sousimizni tayyorlab olamiz. Piyoz bilan pomidordan iborat. Videoda ko'rgandek past olovda pishirib olamiz. Pishgan xonimlarimizni laganga solib, stolga uzatamiz. Tayyor bo'lgan souslarimiz ustidan, ketidan qattig'imizni quyib va ustidan shunaqa kashnishlarimiz bilan bezatib chiqsak, achchiqidan ko'k choylar bilan maza qilib xonim yeyishga nima yetsin yana.